İsmim Oybek. O'zbekiston qayerdan? Namangan viloyat Kosonsoy tumanidan. Dubay kengashi qancha bo'ldi? 7 oy 8 oy bo'lib qoldi. Nima maqsadda Dubay kengashi? O'zbekistonda shu bakalavr darajasini bitirib, bundan oldin ham kelib ketganman. Dubay yoqqanligi uchun bu yerda karyera qilishga, o'zimiz ustimizda ishlashga kelganman. Qani yoki Dubay yoqyapti? Dubay, to'g'risini aytsam yoqadi. Qimmat shahar. Bu yerda ishlamasa bo'lmaydi. Hozir magistratura o'qiysizmi yoki ishlaysizmi? To'g'risini aytsam, planlar o'zgarib ketib qoldi. Bundan keyin ishga o'tib ketib qoldik. Hospitality-da hozir ishlayapman. Ish topish qiyinchilik bo'lmadimi? Qanaqa vaziyatlar bo'ldi? 7 kunda topib, birinchi ishimni 7 kunda topib kirib ketganman. Hospitality sistemasiga. Yoshingiz nechida? 23 da. 7 oy yurgan bo'lsam, yo'q, magistratura o'qishga men Dubayga maslahat bermayman. Nimagaki bir vaqt o'zida ham ishlab ham o'qiy olmaysiz. Bu yerda haqiqatan o'qimoqchi bo'lsangiz, support bo'lish kerak O'zbekistonda. Sizga kontraktlaringiz 12 ming dollar, 10 ming dollar to'lab berishga, sizni fokusingiz faqat o'qishga boradi. Agar ham o'qib ham ishlaymansiz, bo'lmaydi unaqa narsa. Yo'q, ishdan qolib ketasiz, yo magistraturadan qolib ketasiz. Ishlagani kelmoqchi bo'lganlarga maqsad bera olasizmi? Kelishdan oldin ikkita til, angliyskiy, ruskiyni yaxshi o'rganib kelish kerak. Iloji boricha 18 yoshdan tepa, agar luxury restoranda bo'ladigan bo'lsa, ularga 21 yoshdan tepasini oladi. Maslahatim kelsa bo'ladi, 21 yoshga to'lib, ikkita tilni mustahkam qilib, orqasiga backup qilib, addushi bo'lib kelgan yaxshi.